Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun biz siz bilan Malus qonunini laboratoriya sharoitida o'rganamiz. Buning uchun bizga quyidagi qurilma kerak bo'ladi. Qurilmani umumiy ko'rinishi bilan tanishib olamiz. Eng avvalo bizga yorug'lik manbai, linza, polarizatorlar to'plami hamda ekran va bu jihozlarni joylashtirish uchun optik taglik kerak bo'ladi. Aytilgan mana shu jihozlarni optik taglikka xuddi mana shu ko'ringan holatdagidek joylashtirib olamiz va so'ng yorug'lik manbaini elektr tok manbaiga ulaymiz. Hamda ularni bir-biriga fokusini to'g'rilab olganimizdan so'ng yorug'lik eng avvalo linzadan o'tadi. Linzadan o'tgan yorug'lik birinchi polarizatorga kelib tushadi. Birinchi polarizatordan yorug'lik to'g'ri o'tadi va ikkinchi polarizatorga tushadi. Dastlab eng avval birinchi holatda ikkala polarizatorning ham bir-biriga nisbatan joylashish burchagini bir xil, ya'ni 0 gradusda holatga keltirib olamiz. Mana shu holatda ekranda mana ko'rib turibmiz, yorug'lik manbaini, yorug'likning intensivligini maksimal holatda ko'rishimiz mumkin va keyin asosan Malus qonunida biz bilamiz, yorug'lik intensivligini burchakka bog'liqligi hisoblanadi. Ikkinchi polarizatorning joylashishini birinchi polarizatorga nisbatan burchagini o'zgartiramiz. Yaxshilab e'tibor berib qarab turamiz ekranga. Burchakni o'zgartirganimiz sari yorug'likning intensivligi kamayib va 0 ga qadar yaqinlashib boradi. Polarizatorni soat strelkasi bo'yicha aylantiramiz. Yorug'lik intensivligi kamayib boryapti dastlabki ko'rinishga nisbatan. Va aylantirib boraversak, biz 0 gradusgacha erishtirishimiz mumkin. Bu Malus qonuni to'g'ri ekanligini yana bir bor isbotlaydi. Malus qonuni foydasi o'zi E teng E0 kosinus kvadrat alfa bilan topilar edi. Ya'ni yorug'likning intensivligi polarizator, ya'ni qutblagichlarning joylashish burchagiga nisbatan kvadratiga to'g'ri proporsional edi. Va endi buni yana biz teskari holatga qaytarib, yorug'lik intensivligini maksimal holatga aylantirib olishimiz mumkin. Gradusga qo'yib olamiz va yorug'lik intensivligi yana maksimal holatga qaytdi.